Bugungi darsimizda biz funksiyani tanishtirib o'tamiz. Funksiya deganimiz biz programmamizning ichida takror ishlatgan bo'ladigan bir gruppa kodning to'plami. Ya'ni biz ma'lum bir bo'lak kodni programmamizning ichida takror ishlatmoqchi bo'lsak, uni funksiya qilib izolab olib, ondan shu funksiyani chaqirib ishlasak bo'ladi. Funksiya izolashning usuli avval function deb yozamiz. Onun arkadan funksiyaga ism qo'yamiz. Funksiyaning ismidan keyin tirnoqning ichiga parametrlarni yozamiz. Agar parametr bo'lmasa, tirnoqning ichini quruq qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ondan funksiya gavdasi o'tir tirnoq ichilgandan keyin boshlandi. Bu funksiyada amalga oshiradigan iqtidorlarni o'sha yerga kod yozib amalga oshirib bo'lgandan keyin bu o'tir tirnoq yopilgandan keyin funksiya oxirlashgan bo'ladi. Endi bu funksiyani biz ishlatmoqchi bo'lsak, shu qo'ygan ismimiz bo'yicha biz programmamizning xohlagan yerida chaqirib ishlasak bo'ladi. Oddiy misoldan birini ko'rib boqaylik. Funksiya izolash uchun function deb yozamiz. Ondan funksiyaga ism qo'yamiz. Masalan, salom deb bir funksiya izolab boqaylik. Dastlabda parametrsiz bir funksiya bo'lsin. Salom degan funksiyani ijro qildirsak, document write deb bizga faqat salom degan gapni bilib beradigan bir funksiya bo'lsin bu. Endi funksiyani hozir izolab bo'ldik. Ya'ni funksiyamizning ismi salom, hech qanday parametr yo'q. Endi buning qildigan ishi salom degan gapni besib berish. Endi buni qanday ishlatamiz desanglar, biz salom degan gapni tirnoqni ichib yopib shuna qo'yib qo'ysak, shu funksiyaning ichida izolagan kodni bizga ijro qilib berdi. Qarab boqaylik. Hozir bossak, masalan, salom deb chiqib berdi. Mana yozmagan bo'lsak, chiqamdi desanglar, hech nima chiqmaydi. Funksiyani izolagan bilan uni chaqirmasanglar, funksiyaning natijasi ko'rinmaydi. Shu funksiyadagi ishni bajarmoqchi bo'lsak, shu funksiyani ism bilan chaqiramiz. Takror chaqirib boqsak funksiyani. 3 qatim chaqirsak, salom degan gapni 3 qatim besib chiqarib beradi. Demak, takror ishlatsak, shu kodning o'zini qayta yozgandek shunaqa unumga erishamiz. Masalan, biz tor betimizning ustida ma'lum bir yerda soat ko'rsatmoqchi bo'lsak, soatni ko'rsatadigan shu JavaScript kodini bir funksiya qilib olsak, unga soat deb ism qo'yib qo'ysak, soat deb yozsak ham shu soatni ko'rsatadigan bo'ladi. Endi qancha betda biz soat ko'rsatmoqchi bo'lsak, faqat soat deb yozib qo'ysak, soat ko'rsatadigan kodni ijro qiladi. Bu endi funksiyaningki roli. Endi funksiyaning hozir biz parametrsiz holatini ko'rib boqdik. Endi parametrli holatini ko'rib boqaylik. Parametr degan o'sha tirnoqning ichiga biz avval o'zgarguvchi izolab qo'yamiz. Masalan, buni ichiga ism deb bir o'zgarguvchi izolab qo'yaylik. Ism deb o'zgarguvchi izolab qo'yib, bundaq yo'llansa, salom deganning keyiniga shu ismni qo'shib qo'ygan qilaylik. Endi salom degandan keyin ikkisining bir-biriga yopishib qolmaslik uchun bir bo'shliq qo'yib o'taylik. Bunday qilsak, endi funksiyamizda parametr bo'lganligi uchun bunga qiymat berib chaqirish to'g'ri keldi. Mana bo'yicha chaqirsak, undefined deb izolanmagan deb parametrni bunday chiqarib qo'ydi. Shu bilan qiymat beraylik. Masalan, Olimjon deb bersak, salom Olimjon deb bunday qisib chiqadigan mana program bo'ldi bu. Endi mana bu funksiyaningki parametr bilan ishlatilishi. Endi bu parametr bir parametr bo'lishi mumkin, ko'p parametr bo'lishi mumkin. Masalan, ism, familiya deb ikki parametr qo'yib qo'ysak, undan salom deganning keyiniga ismni bersak, ismdan keyin yana bir bo'shliq qo'yib, andan keyin familiyani beradigan anda qilsak, bu chog'da biz mana salom deganga
ikki qiymat berishimiz to'g'ri keldi. Birisi Olimjon, ikkinchisi Olimjonning familiyasi masalan Yusuf bo'lsa, Olimjon Yusuf ijro qilsak, salom Olimjon Yusuf degan bo'ldi. Bu endi ko'p parametrli funksiyaning ishlatilishi. Funksiyalar yana qimmat qaytaradigan funksiyalar, qimmat qaytarmaydigan funksiyalar deb ikki turga bo'linadi. Bizning misolda sinagan funksiyamiz faqat ma'lum bir iqtidorni bajaradi, ya'ni salom degan salom palonning ismi familiyasi. Shuni besib chiqadigan iqtidorni bajaradi, ammo bu ma'lum bir qimmat qaytarmaydi. Endi qimmat qaytarmoqchi bo'lsak, masalan biz ikki sonni qo'shib turadigan bir funksiya yazsak, qo'sh deb buningga son 1 son 2 deb bu ikki sonni qo'shib natijasini chiqarib beradigan bir funksiya yazmoqchi bo'lsak, ikki sonning natijasi masalan natija teng son 1 qo'shimiz son 2 dedik. Endi return deb natija desak, bu chiqqan natijani funksiyaning qimmat qilib qaytarib berdi. Endi bu qimmat qaytaradigan funksiyani qanday ishlatamiz desanglar, masalan men bu yerda document write deb qo'sh deb buning ichiga 5 7 deb ikki sonni bersam, 5 bilan 2 ni qo'shgandan keyingi natijani bu besib chiqarib berdi. Bu endi qimmat qaytaradigan funksiya. Ya'ni dastlabda biz ishlatgan funksiyaning o'zi ma'noning o'zini bevosita ishlatdik. Bevosita ishlatsak, ma'lum bir narsani, ma'lum bir vazifani bizga bajarib beradi. Qimmat qaytaradigan funksiya ma'lum bir mashg'ulotni qilgandan keyin natija chiqarib beradi. Bu natija mana shu funksiya gavdasi orqali natijani olg'ili bo'ldi. Ya'ni masalan biz bu yerda x ning qimmatidan qo'sh 10 20. 10 ga 20 ni qo'shgandagi qimmat x ga teng deb bu yerda x ni besib bersak, masalan x ning qimmati ma funksiyaning qaytargan qimmati bo'ldi. Shuning bilan bu 30 degan qimmatni besib chiqarib berdi. Bu qimmat qaytaradigan funksiya. Kitobimizda yuqoriqilardan boshqa yana bu funksiyaning qatma-qat ishlatilishini tanishtiribdi. Qatma-qat ishlatilishi degan nima desanglar, masalan ma'lum bir funksiya bo'lsa, u funksiyaning ichida yana boshqa funksiyalarni ishlatishga bo'ladi. Bu nima degan gap desanglar, masalan bizning funksiyamiz ikki son bersak, ikki sonni qo'shib beradigan bir funksiya. Endi yana bir funksiya biz kvadrat deb funksiyadan birini izolaylik. Bu sondan birini bersak, shu sonning kvadratini chiqarib beradigan bo'lsin. Bundan natija son ko'paytimiz son desak, sonninki kvadrati chiqadi-ku, yoki biz burun o'rgangan bo'yicha ikki ko'paytish qilib bunda qilsakmi, sonning kvadratini chiqarib berdi. Endi return natija desak, bu bir sonning kvadratini tepadigan bir funksiya bo'ldi. Masalan, sinab boqaylik. X deganning o'rniga biz kvadrat 5 deb bersak, bu chog'da natija 5 ning kvadrati, ya'ni 25 chiqdi. Endi bu funksiyani qatma-qat ishlatish degan nima gap desanglar, masalan, ma'lum bir funksiyaning ichida ikkinchi bir funksiyani ishlatmoqchi bo'lsak, masalan, bizning qo'shadigan funksiyamiz ikki sonni bersak, ikki sonning kvadratlarini qo'shmoqchi bo'lsa, biz bu kvadrat degan funksiyani izolab bo'lgandan keyin ma'ning ichida qo'sh degan funksiyani men pastga olay. Buning ichida masalan kvadrat son 1 qo'shimi kvadrat son 2 desa, bu ikki sonni kvadrat ko'tarib bo'lgandan keyin andin qo'shib natijasini chiqarib beradigan bir funksiya bo'ldi, qo'sh deganimiz burunqidan farqli qoldi.
Masalan, x'ning qiymatini hozir qo'sh deb 2, 3 deb bersak, 2'nin kvadrati 4, 3'nin kvadrati 9 bo'lgan ekan, natija qancha chiqishi kerak? 13 chiqishi kerak. Bu ham ichki sonning kvadratini qo'shib beradigan funksiya bo'ldi. Bu endi funksiyani qaplab ishlatishning usuli. Ya'ni bir funksiyaning ichida ikkinchi bir funksiyani ishlatish mumkin. Mana kitobda tanishtirilgan funksiyaningki yana bir xil qurish usuli. Buni faqatla shunday shaklda qurishga bo'ladi ekan deb tushunib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni bir funksiyani qurmoqchi bo'lsak, shu funksiyaga ism qo'yib, andan keyin new cho'ng yozilgan function yozgandan keyin avval parametrlarni berib, oxiriga shu funksiyada bajarilgan ishni tirnoqning ichiga yozsak, bu endi masalan x bilan y degan funksiyaning parametrlari x bilan y ni ko'paytirib, buni qaytarish funksiyaning bajarilgan ishi. Endi bu endi burungi usulda yozsak tushunishli bo'ladi. Lekin ma'qul usulda izolasini JavaScript qabul qildi ekan deb shuni bilib olsanglar bo'ladi. Buni ko'p ishlatmaymiz. Kitobda tanishtirilgan yana bir xil funksiya izolash usuli. Bunda o'zgaruvchidan birini izolab, buning qiymati shu function ichkarat yozamiz. x, y deb parametrlarni yozgandan keyin, ana qaytargan qiymatni mana shu shaklda yozgandan keyin biz izolagan o'zgaruvchining ismi bilan funksiyani ishlatgan bo'ldi ekan. Bu yana bir xil qo'llanish usuli. Bu ko'p ishlatilmaydi. Buning misolini men ko'rsatib beray. Shunday bo'lsin. Masalan, bunun demoqchi bo'lgan narsa nima desanglar? Biz boyatinqi salom degan funksiyani salom deganning o'zidan function deb yozib, buning ichiga parametrni yozamiz. Masalan, ikki parametr ism, familiya. Ikki parametrni yozib, buningga qiladigan ishimiz document write salom deb bo'sh o'rin qo'yib, ismni endi yana bir bo'sh o'rin qo'yib, family name deb chiqadigan bir funksiya bo'lsa, endi bu funksiyani ishlatishda qarasanglar, function degandan keyinda ism yo'q emasmi? U chog'da biz let deb taslatib qo'yib qo'ygan o'zgaruvchining ismini funksiya ismi qilib ishlatish bo'ladi ekan. Bu endi JavaScript yana bir ishlatish masalan, buni ishlatmoqchi bo'lsangiz salom deb yozib, maning keyiniga masalan olim turdi deb yozsak, salom olim turdi deb yozib chiqarib beradi. Endi burunqi funksiyaning izohati bilan o'xshamaydigan yeri, maning keyinda funksiyaning ismi yo'q, u ismni boshda berib qo'ygan. Shunga ma'qul shaklda mizollar bo'ldi ekan deb bilib qo'ysanglar bo'ladi. Biz keyingi darsda hodisa hukmini tanishtirgandan keyin, hodisa degan bu hukmning ichida funksiyalar ko'p ishlatildi. Andan keyin funksiyaning ahamiyatini texnik cho'nqur his qilasizlar. Bugungi darsimiz mushakcha bo'lsin. Allohga emanet.